Salom azizlarim. Bugun biz sizlar bilan teta holatga o'tishni o'rganamiz. Buning uchun amaliyot vaqtida hech kim va hech narsa sizni bezovta qilish kerak emas. Yaxshilab joyimizga o'rnashib olamiz. Bugun biz sizlar bilan manifestatsiya yoki niyatlarni moddiylashtirish mashg'ulotini boshlaymiz. Ya'ni to'kin sochinlikka, mo'l-ko'lchilikka ochilamiz. Bu jarayon hayotimizning har bir sohasida bo'lib o'tadi. Siz bu amaliyot a'lo natija berish uchun o'zingizni, ruhiy ustozlaringizni qo'llab-quvvatlab turish uchun xayolan yoningizga chaqirishingiz mumkin. Fikrlarni to'xtatib turishga harakat qiling. Aqlni o'chiring. Demak, siz bilan niyat qilamiz. Bu niyatlarimiz eng yengil, eng oson yo'llar bilan o'zimiz va boshqalar uchun foydali bo'lishini niyat qilamiz. Hozir esa tanani bo'shashtirishga va uni his qilishga harakat qiling. Ko'zlarimizni yumamiz. Oyoqlarimizni bo'sh qo'yamiz. Oyoqdan tortib tizzalarimizgacha butun tanani his qilamiz. Qorinni bo'shashtiring. Ko'krak qafasimizni his qilamiz. Yelkalarimizni bo'shashtiramiz. Bel, qo'llarimizni va boshimizni bo'sh holiga qo'yamiz. Butun tanani bo'shashtiramiz va asta-sekinlik bilan his qilamiz. Siz shu ondasiz. His qilib bering. Demak, har birimiz burundan nafas olib, ko'krakda ushlab turamiz va asta-sekinlik bilan og'izdan chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz va bu nafasimizni qalbimizda ushlab turamiz. Va og'izdan chiqaramiz. Nafas olib, nafas chiqarishni 3 marta takrorlaymiz. Endi esa diqqatimizni qalbimizga qaratamiz. Sekin astalik bilan ongimiz bilan oyoqlarimiz orqali yerni markaziga, ya'ni yerni yadrosiga har birimiz tushamiz. Ongimiz bilan yerni kundalini energiyasini soat strelkasi bo'yicha aylantiramiz. Katta shar hosil bo'lguncha aylantiramiz, yana aylantiramiz va bu energiyani asta-sekinlik bilan yerni yuqori qismiga, yana yuqoriga tortamiz.
tovonlarimiz orqali, oyoqlarimiz orqali har bir 7 ta chakralarimizni tozalab, chakralarni kuchini aktivlashtirib, 7-chakragacha, ya'ni boshimizgacha olib chiqamiz. Demak, tasavvur qilamiz. Oppoq katta shar boshimizda hosil bo'ldi. Bu sharga, oppoq sharga tanamizni asta kichaytirib, tana fantomini kirgizamiz. Demak, tasavvur qilamiz, his qilamiz, ko'rib beramiz. Oppoq katta sharni ichida sizni tanangizni fantomi. Biz xavfsizlikdamiz. Demak, asta-sekinlik bilan biz ongimiz bilan shar ichida yuqoriga ko'tarilamiz. Yuqoriga, yuqoriga, yana yuqoriga ko'tarilamiz. O'zingiz takrorlab turishingiz mumkin. Yuqoriga, yuqoriga, yana yuqoriga. Sekin-astalik bilan har birimiz teta holatga o'tayotganimizni his qilib turamiz. Yana yuqoriga, yuqoriga, chuqur teta, chuqur delta. Yana yuqoriga, yuqoriga, yuqoriga. Yulduzlardan o'tyapmiz. Yana yuqoriga, yuqoriga. Ochiq kosmosga kiryapmiz. Yana yuqoriga, yuqoriga, yuqoriga. Koinotdan, galaktikalardan o'tyapmiz. Chuqurroq, yuqoriga, yuqoriga, yanada yuqoriga. Ochiq rangli osmondan o'tyapmiz. Yana ko'tarilyapmiz. Yanada yuqoriga, 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 yuqoriga. Oltin rangli nurlardan 5-plan, ya'ni 5-qatlamdan o'tib boryapmiz. Azizlar, ruhiy ustozlar qatlamidamiz. Yana yuqoriga, yuqoriga, yanada yuqoriga o'tmoqdasiz. Tepaga, tepaga, chuqurroq. Yana yuqoriga, chuqur teta, chuqur delta. Jilega o'xshagan kamalak rangli qonunlar qatlami. 6-plandan o'tyapsiz. Yana yuqoriga, yuqoriga, yanada yuqoriga, tepaga, tepaga, yuqoriroq. Oq pushti rangli kamalakdan o'tib boryapsiz. Yuqoriga, 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 yana yuqoriga. Yanada yuqoriroq. Demak, 7-planga keldingiz. Va shu yerda oynakli tuynikni ko'ryapsiz. Va 7-osmonga chiqdingiz. Bu oynakli tuynikdan asta-sekin kirdingiz. Bu yerda esa marvarid rangli oppoq nurlarga qorishib ketdingiz. His qilamiz, har bir tana hujayrangiz qorishib ketdi. His qilamiz, tasavvur qilamiz, ko'rib beramiz. Butun tana bilan
his qilamiz. Yanada yuqoriroq, yuqoriga. Yana yuqoriga ko'tarilamiz. Chuqur teta holatiga kiramiz. His qilamiz. Ongimiz cheksizligini. Yuqoriga. Chuqur teta. Chuqur delta. Yaratgan bilan bog'langanimizni his qilamiz. Sokinlik. Yuqoriga, yana yuqoriga, tepaga. Bo'shliqni his qiling. Siz shartsiz sevgi kanalidasiz. Endi esa shartsiz sevgi bilan to'yinamiz. Demak, biz sizlar bilan manifestatsiya yoki niyatlarni moddiylashtiramiz. Oldin biz siz bilan ruhiy o'sishimizni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling hozirgi voqelikni va asta-sekin Yaratganni shartsiz sevgi nurlari bilan bu voqelikni to'yintiring. Eng katta oqimdagi marvarid rangli nurlar bilan hozirgi holatingizni poklang. Bu jarayonda sizni barcha salbiy fikrlaringiz, e'tiqodlaringiz, cheklovlaringiz oppoq marvarid rangli Yaratganning nurlarida yuvilyapti, poklanyapti. Hozirgi vaqtda sizga kerak bo'lmagan fikrlar, voqeliklar, bloklar tozalanyapti. His qilamiz, tasavvur qilamiz, ko'rib beramiz. Asta-sekinlik bilan bu voqelik yo'qolib bormoqda. Endi esa sizga kerakli bo'lgan voqelik, shaxsiy o'sishingiz, pul oqimingiz, baxtingiz, oilaviy munosabatlar, qarzdorlik, sog'ligingiz, ijobiy o'zgarishlar. Bular hammasini natijasini ko'rib bering. His qiling. Bu natijani eng yengil, oson, yaxshi yo'llar bilan amalga oshganini ko'rib beramiz. Bu jarayonni har bir detalgacha, rangi, shakli, ohangi, holatini va bu tasavvurda o'zingizni ham ko'ring. His qiling. Tana hujayralaringiz bilan, butun vujudingiz, qalbingiz bilan bu yangi holatingizni ko'ring va asta-sekinlik bilan kuzating. Bu sizni yangi ko'rinishingiz, yangi holatingiz. Bu yangi voqelik. Hozir men jim turaman. Bu holatni kuzatib bering. Tana bilan, ongingiz bilan his qiling. Qalbingizdan shu voqelikka tushib, uni tomosha qilib, kuzatib bering.
sekin astalik bilan Yaratganga cheksiz minnatdorchilik bildiring. Ha, shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiraman. Yaratganga qarata. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Sevaman. Barcha minnatdorchiligingizni ayting. Allohim, senga shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiraman. Chuqur delta. Sokinlik. Endi esa keling siz bilan tasavvur qilamiz. Barcha atrofingizdagi insonlar bilan munosabatingizni, o'zingizni ko'ring. Demak, bu jarayonni Yaratganni shartsiz sevgi nurlarida poklang, to'yintiring. Marvarid rangli oq nurlar orqali sizga kerak bo'lmagan, keraksiz narsalardan poklaning. Eski voqelikni ko'ring. Kerak bo'lmagan munosabatlarni shartsiz sevgi nurlari bilan tozalang. Eski ko'rinish asta sekinlik bilan nurlar ichida yo'qolayotganini kuzating. Marvarid oppoq nurlar bilan poklang. Asta sekinlik bilan bu ko'rinish o'rniga yangi voqelik, yangi munosabatlar, yoqtirgan insonlaringiz bilan yangi hayotiy jarayonni kuzating. Siz xohlayotgan voqelikni hozirgi soniyada aksini ko'ring. Katta oqimdagi Yaratganni marvarid oppoq nurlari orqali, shartsiz sevgi nurlari orqali poklang. Bu yangi tasavvurga ranglar, ohang, shakl qo'shib ko'rishingiz mumkin. Bu jarayonda o'zingizni ko'ring. Yangi voqelikni kuzatamiz, his qilamiz, tasavvur qilamiz. O'zingizni baxtli, omadli, sog'lom ko'rinishda kuzating. Siz o'zingizni qaysi sifatlarda ko'rmoqchi bo'lsangiz, bularni hammasini tasavvur qiling, ko'rib bering. Siz bilasiz nimani kuzatishni. Siz bilasiz qaysi sifatlar sizga kerakligini. Asta sekinlik bilan Yaratganga o'z minnatdorchiligingizni bildiring. Yangi hayot, yangi munosabatlar, yangi sifatlaringiz uchun. Chuqur delta. Sokinlik. Endi esa hozirgi voqelikni, sog'ligingizni, qomatingizni ko'ring.
o'zingizni ko'rib bering. Va sekin-astalik bilan tasavvur qiling. Bu eski jarayonni Yaratganning oppoq marvarid nurlari bilan to'yintiring, sekin-astalik bilan poklang. Eng yengil va oson yo'llari bilan yangi ko'rinishga o'ting. Eski ko'rinishingiz asta-sekinlik bilan ko'zdan yo'qolmoqda. Oppoq nurlar bilan to'yintiring. Eski ko'rinish o'rniga yangi timsollar kirib kelayotganini his qiling, ko'rib bering. Shartsiz sevgi nurlari orqali yangi tana, yangi timsol, yosharish, go'zal holatingiz, butunlay sog'lom tana. Sekin-astalik bilan o'zingizni kuzating, ko'rib bering, his qiling. Ranglar, harakatlar, ohanglar qo'shib kuzatishingiz mumkin. Yosh, chiroyli, sog'lom tana a'zolaringizni tasavvur qilib, his qilib ko'rib bering. Yangi holatingizni his qiling. Shu holatga tushing. Allohimni shartsiz sevgi nurlari bilan to'yintiring. Tanangiz sog'lom va go'zal. Sekin-astalik bilan o'z tanangizni kuzating. Chuqur T'dan chuqur D'dan sokinlik, shukronalik keltiring. Bu ko'rinishni asta-sekin qo'yib yuboramiz. Endi esa biz sizlar bilan keyingi sferaga o'tamiz. Bu moliya, pullar. Tasavvur qiling, hozirgi moliyaviy holatingiz qanaqa? O'zingizni ko'ring. Siz bilasiz, hozir qanaqa moliyaviy holatda turibsiz? His qiling, tasavvur qiling, sezib bering. Bu eski voqelikni yana shartsiz sevgi nurlari bilan to'yintiring, poklang. Eski moliyaviy holatingizni oppoq marvarid nurlari bilan poklang. Keraksiz holatlarni tozalang. Va sekin-astalik bilan bu timsolingiz Yaratganning shartsiz sevgi nurlari orasida yo'qolayotganini kuzating. Sekin-astalik bilan eski timsollar o'rniga oppoq nurlar orqali yangi moliyaviy voqelikni yarating. Siz xohlagan voqelikni yangicha moliyaviy erkinligingizni ko'ring. Siz ko'ryapsiz. Buni Yaratgan ham ko'rib turibdi. Men jim turaman.
aniq faktlar bilan o'zingizni moliyaviy erkinlikka erishganingizni ko'rib, kuzatib, his qilib, tasavvur qilib bering. Chuqur delta, chuqur delta. Sekin astalik bilan shukronalik keltiring. Moddiylashgani uchun. Hozirgi onda, shu daqiqada, shu soniyada bu sizda bor. Siz buni amalga oshirdingiz. Tasavvur qiling, siz moliyaviy erkinsiz. Yangi voqelik uchun Yaratganga shukronalik keltiring. Yana sekin astalik bilan bu ko'rinishni qo'yvoramiz. Endi esa oilaviy hayotingizni hozirgi holatini ko'ring. Eski kadrni Yaratganning marvarid oppoq nurlari bilan poklang. Shartsiz sevgi nurlari bilan. O'zingizni ko'ring. Bu munosabatlarda siz qanday timsoldasiz? Astalik bilan shartsiz sevgi nurlarida eski holat yo'qolib, yangi voqelikni tasavvur qiling. Siz qanday holatni xohlaysiz ko'rishni? Oilaviy munosabatlaringizni, baxtliligingizni ko'rib beramiz, tasavvur qilamiz, his qilamiz. Siz bilasiz. Siz ko'ryapsiz. Yaratgan buni ko'rib turibdi. Oilangiz, butun oila yangi munosabatlarda. Tasavvur qiling, his qiling, ko'rib bering. Yangi holatni ranglar, ohanglar bilan, harakatlar bilan baxtli yashayotganingizni kuzating. Shukronalik keltiraman. Shukronalik keltiring. Ha. Men seni sevaman. Yaratganim, minnatdorman. Men seni sevaman, minnatdorman. Tanangiz bilan his qiling. Har bir yangi niyatingizni. Sekin astalik bilan bularni hammasini qo'yib yuboring. Sizlar bilan biz ayol va erkaklar munosabatlariga o'tamiz. Hozirgi holatingizni, sevgan yoringiz bilan eski munosabatlarni, hozirgacha bo'lgan jarayonni tasavvur qilamiz. His qilamiz, ko'rib beramiz. Turmush o'rtog'ingizni ko'rishingiz mumkin. Hozirgi daqiqada sevgan yoringizga qanday munosabatdasiz? Demak, bu munosabatlarni Yaratganni marvarid nurlarida poklang. Tasavvur qilamiz, his qilamiz.
sekin astalik bilan shartsiz sevgi nurlari orqali bu munosabatlar asta sekin yo'qolib bormoqda. Yangicha siz xohlagan munosabatlarni ko'ring. Bu esa yengil va oson yo'llari bilan amalga oshmoqda. Bu timsollarni almashtiring. Tana va qalbingiz bilan his qiling. Kuzating. Bu sizni baxtli yangi onlaringiz. Bu jarayonni ko'rib bering. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan baxtlisiz. Tasavvur qilamiz, his qilamiz, ko'rib beramiz. Shukronalik keltiring. Shukronalik keltiring. Endi esa do'stlaringiz bilan munosabatlaringizni ko'ring. Eski holatni shartsiz sevgi nurlari bilan poklang. Yana yangi voqelikni, yangi holat, do'stlaringiz bilan yangi munosabatlar, bularni almashtiring. Kimlar bilan do'st bo'lmoqchisiz? Bu holatni ko'rib, tasavvur qilib his qilib bering. Siz ko'rmoqdamisiz? Yaratgan ham buni ko'rib turibdi. Tana bilan his qiling, kuzating. Bu voqelikni Allohimni shartsiz sevgi nurlari bilan, marvarid nurlari bilan poklang. Shukronalik keltiring. Shukronalik keltiring. Siz hozirgi onda umuman hayotingizni yangicha holatini hamma yo'nalishlarda ko'rdingiz. Endi siz boshqacha insonsiz. Biling, bu amalga oshdi. Amalga oshdi. Qalbingizdan quvonchni his qiling. Tana bilan, tana hujayralaringiz bilan, butun vujudingiz bilan his qiling. Yangi holat uchun, yangi hayot, yangi tana uchun shukronalik keltiring. Yana yaratganni marvarid rangli, oppoq, shartsiz sevgi nurlarida to'ynamiz. Butun tanamizni, tana hujayralarimizgacha poklaymiz. Demak, biz siz bilan 7-plandan sekin astalik bilan tuynukdan chiqamiz. Oppoq sharga tana fantomimizni joylaymiz. Sekin astalik bilan pastga, yana pastga, 6-plan, yana pastga, 7-plan, pastroq, pastga, pastroq, 5-plan, 4-plan, 3-osmon, 2, 1 va sekin astalik bilan oppoq shardan 7-chakramiz orqali butun tanamizni, butun chakralarimizni tozalab, tovonlarimiz orqali yerni yadrosiga tushamiz va yerni yadrosini kundalini energiyasi bilan soat strelkasi bo'yicha aylantiramiz. Aylantiramiz, aylantiramiz, yana aylantiramiz. Bu energiyani yerni yuqoriga tortamiz.
yuqoriga, yuqoriga, yuqoriga. Tovonlarimiz orqali butun oyog'imiz bilan yana 7 chakramizni tozalab, bosh sohamizda 7-chakrada to'xtaymiz. Makonimizga qaytamiz. O'ng qo'limiz bilan makonda uzilish prosesini bajaramiz. Asta-sekinlik bilan ko'zimizni ochamiz. Siz bilan Gavhar Asimova bo'ldi.